Menda 456 digitlar bor. Bizlar Kalmar o'yin 2da qatnashamiz. Xush kelibsan Arif. Mana bu sening formang. Xo'sh, menga qanday raqam tushdi? 69. Rostdanmi? Lekin menga baribir. Bu qizil chiroq yashil chiroq o'yini-ku. Menimcha bu o'yin oson bo'ladiga o'xshaydi. Qizil chiroqda qimirlamaslik kerak va bo'ldi. Bo'ldi, hamma yugurlaring, to'xtang, jitillar, aks holda otib tashlanasiz, qimirlamang. Sen bizni aldayapsan. Yo'q, bozo. Yarim yo'l qoldi, hech qaysi biringiz qimirlamang, bo'lmasa bozo kabi yo'q bo'lasiz. Sen munchoqniksan. Yo'q, nega qimirlading? Men senga qimirlamagin dedim-ku. Hech qaysi biringiz qimirlama. What the fuck? Sen nega menga qarab turibsan? Nezir dublajga obuna bo'ling. Yaxshi. Obuna bo'l. Marraga juda ham ozgincha qoldi. Nega 2 marta aytyapsan? Bo'la qol. Hammamiz yugurdik. Yo'q, u qolib ketibdi. Sen uddalaysanmi, yo'qmi men bilmayman ham. 5 soniya qoldi. Sen ulgurasanmi? Yugur! Bo'la qol! Yugur! Yo'q. Uddalay olmadi. Boshqa kimni olaychi? Senki. Sening bizning jep bor. Bu o'yinda pishiriqlar o'yini bo'ladi, men bilaman. Nima? 6 oyoqli pentatsiyalar o'yini? Bu o'yinda sizlar 5 kishilik jamoalardan iborat o'yinda bo'lasizlar va 5 ta mini o'yinni bajarishingiz kerak. Sizlarning oyog'ingiz bog'langan holda bo'ladi va 5 ta o'yinni o'tishingiz kerak. Agar taymer 0 gacha yetmasa, sizlar o'lasizlar. Batamam, omad tilayman. Nega sen aytgandek emas o'yin aldoqchi? Yo'q, Badi, hozir bizlarga yana 3 ta jitil kerak. Salom, men sizlarga guruhingizga qo'shilsam bo'ladimi? Meni otam. Yo'qali. Badi, mana bularni qarang. Salom, bizlar guruhingizga qo'shilsak bo'ladimi? Boshladik. Hammang dadil bo'llaring. Qani 1 2 1 2 1 2 1 2. Bo'lsam epla yaxshi. 2 1 2 yaxshi. Qani bo'la qol. Bunisi sal qiyinroq bo'lsa-da, oson bo'lsa yaxshi. Keyingi o'yinga o'tamiz. Bunisi undan ham qiyin, lekin senga ishonamiz. Yaxshi. Do'stlar, oxirgisi qoldi. Agar mana shuni eplasak, bo'ldi emas, chunki meniki qolgan. Va ajoyib. 1 minut qoldi, 1 daqiqa. Va senga ishonamiz, Ref, o'zimga ishonaman. 1 2 3 4 5. Ajoyib. Bizlar yutdik, bolalar, ajoyib. Ular hattoki ikkinchi shartdan ham o'ta olishmadi. Bizlar o'tdik. Albatta yaxshi bu. 2 o'yinni tugatganlar uchun yarmini yo'q qildik. Endi sizlar qolish yoki davom ettirish uchun ovoz berasizlar. Agar qolmoqchi bo'lsangiz, pullar teng 2 ga bo'linadi. Agar davom ettirmoqchi bo'lsangiz, pullar qoladi va sizlar yana o'yinni davom etasizlar. Kelinglar, o'yinni to'xtataylik. Baribir o'lib ketyapmiz-ku. Pul hayotingizdan muhimroq emas-ku axir. Qishloqqa 38, siz 2 million zumraddan qarzdorsiz. Qishloqqa 17, siz 1.8 million qarzdorsiz. Qishloqqa 18, siz 1.2 million qarzdorsiz. Bu bizning oxirgi urinishimiz. Oilamizni boqishimiz kerak-ku. Qishloqqa 34, siz 6 million 900 ming zumrad qarzdorsiz. Muncha qarzni qatdan olgansanlar? Kim bergan sizlarga shuncha qarzni? Albatta siz, Arif. Haqiqatan ham men hamma jitillarga 100% soliq qo'shganimni unutgan edim. Ha deb javob bersin. Bizda boshqa ilojimiz yo'q-ku. Men sizlarga oldin ham aytaman, hozir ham aytaman. Chunki bu o'yin qonli o'yin. Bu yerdan hech kim chiqmaydi. Agar mana shu o'yinda hammangiz yo'q desangiz, men soliqlarni 50% ga tushiraman. Men bu o'yinda eng yaqin do'stim Jamolni yo'qotganman. Bu o'yinda bizlar qolsak, hammangni yo'q qilaman. Ovoz berish vaqti boshlandi. Bu oson. Men yo'qni tanlayman. Meni qiz do'stim ham yo'qni tanlaydi. Natijalar 100 ga 100 bo'lib turibdi. Endi oxirgi odamning javobini eshitsak bo'ldi. Endi oxirgi odamning javobi kim ekan?
Yo, sen nega buni tanlading? Ey, to'xta. Sening yuzing cho'ta juda ham tanishib yo'qdi. Yo'q, Bozo, sen qanday tirik qolding? Men seni finalda yo'q qilgan edim-ku. Shunday degan, senga frontma ikkinchi imkoniyatni beribdi-da. Men sizlarning hammangizni yo'q qilaman. Seni ham finalda ham yo'q qilaman va yana yo'q qilaman ham. Endi men sizlarning hammangizga ko'rsatib qo'yaman. Mana shu o'yin tugasin, hammangizni 2 barobar soliqlarga tushiraman. Tushundingizmi? Keyingi o'yin Mingo. Sizlar aylana platformasida bo'lasizlar. Musiqa chalayotgan harakatlaninglar. Musiqa to'xtaganda raqam paydo bo'ladi. Bu raqamdagi odamlarga xonaga kirishlari kerak. Agar kam yoki ko'p bo'lsa, o'lasizlar. O'yin tushunarli bo'lgan bo'lsa, omad tilayman. Yo, bu qo'shimcha g'alati bo'lmasa. Oh, raqam 5. Qani yana 3 kishi kerak, 3 kishi. Yo, sizlar biz bilan bo'lasizlarmi? Yuringlar unda. Yo'qol hammang. Unda ketdik, yuringlar. Voy, ular boshqalarni o'ldirishyapti. Oh, keyingisi 3 kishilik jamoa, yana 2 kishi kerak, 1 kishi. Yo'q, Bozoni topdik. Endi yaxshi va bitta xona topsak bo'ldi. Xo'sh, va bundan ham o'tdik. Eson-omon yetib oldik do'stlar. Bunisi 2 kishilik jamoa kerak. Xo'sh, endi bizlar badi. Oh, bu xona ham to'la. Bu ham to'la. Xo'sh, bizga bo'sh xona kerak. Mana bo'sh xonani topdik. Yo'q, bizlar 2 kishi emasmiz. Bizlardan birimiz chiqib ketishimiz kerak. Yo'q, nega men seni otmasligim kerak? Nezir dublajga obuna bo'l. Lekin birodar, kechir, men bundan boshqa ishni qila olmayman. Chunki bizlar o'lishimiz mumkin. Boshqa yo'l yo'q edi. Nima qilay axir? Tirik qolganlarga tabriklar. Endi kechasi bitta o'yin bo'ladi. Qanaqa o'yin bu? Qotillik-ku. Yorug'lik ko'chada va sizlar o'yinni boshlaysizlar. Yo, do'stlar, ular bizni aldashyapti. Kelinglar, tinch o'tiraylik. Axir ular bizni lov qilishmoqda. Yo'q, Ref. Yorug'lik o'tsa men seni o'ldiraman. Kim meni jamoamga qo'shadi? Jamoamga qo'shilganlarni soliqlardan ozod qilaman. Xo'sh, do'stlar, lekin bizlar endi qarshi hujum qilishimiz kerak. Ular kelsa, hujumni boshlaymiz. Menda bitta dona qurol bor. Agar ishlasa, ishladi. Bo'lmasa, rejamiz chippakka chiqadi. Qo'riqchilar keldi. Qani hammasini yiqitdim. Baddi yo'lni. Qani ketdik. Do'stlar, yuringlar, hammasini yiqitdik. Yuringlar, sizdan yuqoriga ketdik. Yuringlar, qani bo'la qolinglar. Otishmoqda. Baddi yo'q. Endi nazoratxonasiga kirishimiz kerak. Bozo orqadan bo'lib aylana bo'lib hujum qilamiz. Ularni bosamiz. Qani bolalar juda ham yaxshi ishlayapsizlar. Endi yana oldinroqqa chiqib nazoratxonasiga kirishimiz kerak. Yo'q, mana shu yerdan to'g'ri ketsa menimcha yo'q, mana bu yerdan ham. Badi, mana bularni hammasini yo'q qilishimiz kerak. Do'stlar, sizlar orqadan borib hujum qilinglar. Hammasini yo'q qildik. Ajoyib. Endi ishni boshlashimiz kerak, Badi. Xo'sh. Do'stlar, sizlar eshityapsizlarmi? Orqadan hujum qilinglar tezda. Bizni qurshab olishgan. Nima? Bozo, sen sotqinmiding hali? Sendan buni kutmagandim lekin. Nima, sizlar meni yutaman deb o'ylaganmidilaring? Hech qachon meni yuta olmaysanlar. Endi men seni do'stingni yo'q qilaman. Yo'q, Badi, nega? Endi sen bilan keyingi o'yinda ko'rishamiz. Diqqat! Agar video yoqsa, like va obuna bosishni unutmang. Bu siz uchun qiyin emas-ku, lekin biz uchun yangi videolar uchun motivatsiya bo'ladi.